namozda tizzani bukish qiyinligi bu faqat yoshga doir holat emas. Ko'pchilik bemorlar mendan so'raydi, doktor, yursam yuraveraman, lekin namozda o'tirishim qiyin deydi. Aslida bu juda muhim klinik belgi. Chunki namoz vaqtida tizza bo'g'imi maksimal bukilish holatiga keladi. Aynan shu harakat payti tizza suyagi, tizza pardasi, tizzaning ichki qavati va boylamlariga yuklama keskin oshadi. Shuning uchun bemor sajdada yoki qa'dada og'riq sezsa, biz buni shunchaki vaqtinchalik og'riq deb baholamaymiz. Bu simptom ortida tizza bo'g'imi yemirilishi, tizza pardasi yirtilishi, tizza qopqog'i tuz kasalligi, sinavit, hattoki erta revmatologik kasalliklar turishi mumkin. Ayniqsa ertalabki karaxtlik, shish yoki ikki tomonlama og'riq bo'lsa, yallig'lanish haqida o'ylash kerak. Men doim bir narsani aytaman. Tizza og'rig'ini emas, og'rig'ni qaysi harakatda kuchayishini tahlil qilish kerak. Chunki diagnoz ko'pincha MRTdan oldin bemorning shikoyatida yashirin bo'ladi. Namozda qiynalib o'tirish ko'pchilik o'ylagandek oddiy yoshga doir holat emas. Bu tizza bo'g'imining sizga bergan birinchi signali bo'lishi mumkin. Tizza og'rig'ida eng muhim narsa og'riqning qayerda va qaysi harakatda paydo bo'lishi. Namoz vaqtidagi og'riq tizza qopqog'i jarohati, tizza pardasi yirtilishi yoki yallig'lanish jarayonining erta belgisi bo'lishi mumkin. Davolamasa nima bo'ladi? Revmatik jarayon jiddiylashib ketadi, tizza bo'g'imidagi yemirilish kuchayib ketadi. Namozga o'tirishda og'riq bo'lsa, hech qachon bee'tibor bo'lmang. Darhol mutaxassisga uchrang.